xotirjam hayit namozlarini o'qisinlar. Ularning haqqiga duo qilamiz Allohga. Allohga hamd sanolarimiz bo'lsin. Bizlarga ana shunday ulug' ne'matlarni ato etganligi uchun. Assalomu alaykum hurmatli azizlar. Mana biz Said Akbar bilan birgalikda, o'g'lim bilan birgalikda Oq masjidga keldik. Mana hayit namozini o'qish uchun. Hayitlar muborak bo'lsin. Hayitimiz muborak bo'lsin. Hammamizga shunaqa yaxshi kun ko'p bo'lsin, xursandchilik kunlar bo'lsin. Mana bizni eng katta masjidimiz Oq masjidda shu o'qishni niyat qildik. Mana bu yildan boshlab Said Akbar ham o'zi jonbozlik ko'rsatib, "Adam ham boraman" deb mana keldik. Ikkalamiz birgalikda namoz o'qishga keldik. Xayrli bo'lsin. Bugungi hayit ayyom hammamizga muborak bo'lsin. Sog' bo'linglar. O'zining nomlarini